Qum suvoq o'rniga rodbon tortib xarajatni kamaytirish mumkinmi? Savol ozgina noo'rin berilgan, lekin to'g'ri berilgan. Xo'p, suvoq qiladigan bo'lsangiz, imoratimizdan oddiy misol, shu imoratimizga ketadigan suvoq xarajatini hisoblaydigan bo'lsak, tashqari tarafini bilan ichkari tarafi bilan общий 15 ming dollarga o'tirishi mumkin. Lekin rodbon qiladigan bo'lsangiz, rodbonni bitta tarafi yaxshi bo'ladi, sizga izolyatsiya vazifasini ham o'taveradi. Lekin bunaqa holatda g'ishni o'ziga rodbon qiladigan bo'lsangiz, sizga kamida suvoqga ketgan xarajatingiz kamida 2 yoki 2,5 barobar ortiqcha rasxod bo'ladi. Sababi rodbonda teradigan bo'lsak, hozir MP75 degan rodbon ishlatishyapti va bu albatta avtomatik tarzda suriladi. Lekin imoratingizni devorini diagonali 100% 90 gradus cho'tki chiqadi, tekis chiqadi, izolyatsiya vazifasini ham o'taveradi. Lekin MP75 rodbonni elektron tarzda sepadigan bo'lsangiz, pulverizatorda u sizga albatta oddiy suvoqdan ko'ra 2,5 barobar rasxod ko'payadi. Lekin yana bitta plyus tarafi, rodbon qilganingizdan keyin albatta shpaklovka tortib turib, buni ertaga bo'yoq yoki bemalol o'sha aboyingizni yopishtirsangiz bo'ladi. Lekin suvoq qiladigan bo'lsangiz, suvoqdan keyin обязательно shpaklovka qilasiz, uni yana 90 gradusga keltirasiz, tekislaysiz, ana undan keyin xohlaganingizcha rang yoki bo'yoq bersangiz bo'ladi. Savolga qaytadigan bo'lsak, albatta mana shu g'isht devorni o'ziga suvoqdan ko'ra rodbonni o'zini ishlatadigan bo'lsangiz, 2,5 barobar kamida xarajatga, ortiqcha xarajatga tayyor turishingiz kerak. Salomat bo'linglar.